Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. İlmi muhakeme yığınımızın ikinci günü, ikinci bölümüge tekrar hoş geldinler. Növbette Kazakistan'dan kelgen tədqiqatçımız Yadikar G'aniyevning qisqa tarjimonini tanıştırıp o'taman. Yadikar G'aniyev, Almatı, Qozog'iston. 1964 yılı Almatı şehrida Qozog'istonda tug'ilgan. 86 yılı Qozog Politexnika institutini tamamlagan. Mashina qurilish fakülteti Komsomol komitetining katibi bo'lgan. 86 yıldan 91 yılgacha Almatı ağır mashina yasash zavodida texnik sex boshlig'i xizmatlarini ishlagan. Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'ni qurishga faol qatnashgan. Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi'ndeki yoshlar kengashiga rahbarlik qilgan. Uyg'ur student yoshlar birlashmasining faol ishtirokchilaridan bo'lgan. 91 yıldan 94 yıllargacha kommersiyelik faaliyetler bilen şug'ullangan. 94 yıldan 2001 yılgacha Qozog'istondagi cho'ng axborot holdingi Karavanda aksionerlik jamiyatining mudirlik loyihalash boshqarmasida ishlagan. 2001 yılda 2003 yılgacha Moskva shahridagi Komsomolskaya Pravda nashriyati aksionerlik jamiyatining Rusya ve mustaqil davlatlar hamdo'stligi ellari bo'yicha korxonlar bo'limining rahbarlik xizmatini qilgan. Shundaqla Rossiyadagi rayonlarda Uyg'ur madaniyat birlashmasini boshqargan. 2003 yilda 2004 yilgacha Moskvadagi Yandex internet portalining Yandex Aqcha loyihasining rahbari bo'lgan. 2004 yılda 2014 yıllargacha nashriyat loyihalari ustida xizmat qilgan. Aqxun KZ internet torini ochgan. 2014 yıldan mart ayining Almatıdagi Qozog'iston Belkamit mashina qurilish zavodida bosh mutaxassis bo'lib ishlatadi. Qani marhamat. Assalamu alaikum, hurmatli jamiyat. Bo'lmasak ishni bir o'qiyotganda bir xatolik chiqsa tanqid qilmaslar. Endi Qozog'istonda Uyg'urlarning ko'p masalalar bor. Ham bir o'sha Uyg'urlarning Qozog'istondagi Uyg'urlarning raqobatga qabulligi va ularning jamiyatning o'rni bir maqolani tayyorlab, shuni Uyg'ur ovozi gazetiga berganman. Shu maqolani men sizlarga diqqatingizga e'lon qilay. Keyingi yillarda biz dunyo iqtisodining, ilm-fanning, texnologiyalarning, ma'rif va bilimning insonning kasbiy tayyorlig'iga, ma'rifatiga bo'lgan talablarning chopsan o'zgarishini va taraqqiy etishiga guvoh bo'lyapmiz. Shu masalalarni tushungan holda davlat o'zining taraqqiyot yo'nalishini shuning ichida tashqi va ichki siyosatni shakllantirdi. Hazır başka milletler o'xshash Uyg'urlarning oldida asosan millatimiz zamon hoblarga qanchalik darajada javob beradi. Qanchalik darajada biz raqobatga qobil degan savollarni turganligi tabiiy. Shu yildagi muhim savollarga javob izlaganda darrov Nathan Rothschildning kim axborotga ega bo'lsa shu dunyoga egilaydi degan iboratini yodimga keldi. Ma'lumki Rothschild Napoleon'un Waterloo to'yidagi mag'lubiyati haqida axborotni egilab, London birjasida 40 million funt sterling topgan. Shuna qilib Uyg'urlar qanchalik darajada axborotga ega bo'lib kelyapti. Iqror qilishimiz kerakki, boy madaniy meroslarga qaramay
uyghur tilidagi zamonaviy axborotlar faqat adabiy va tarixiy asarlar shaklida berilyotidi. Hozir bizga uyghur tilida qanday axborotlarni egallash mumkin, umuman mumkin bo'lmayotidi. Birinchi navbatda ilm fanidagi, texnik sohasidagi va texnologiyadagi yangiliklar to'g'riliq axborotlar yo'q. Hozir olamda internet texnologiyani ma'rif, iqtisod, meditsina, shaxslar aro va ayaldagi munosabatlar, psixologiyasi, natijadorlik, boshqarilish ilmi, ma'naviy amaliyotlar taraqqiy etyapti. Ahamiyatli badiiy asarlar, shuning ichida bolalar uchun kitoblar boshqa tillarga tarjima qilyapti. Ammo bu axborotni uyg'ur tilida egallash haligacha qiyin bo'lib qilyapti. Uyg'ur tilidagi axborot madaniy taraqqiy o'tkazmay turib, uyg'ur tili taraqqiy etmaydiganligi tushunish hojat. Masalan, hozirgi zamonda 80% barliq informatsiya chiqayotgan kitoblar ingliz tilida chiqadi. Qolgan masalan German deymiz, Fransiya deymiz, Yaponcha, qaysi tilni bo'lsa, qolgan hamsi tilda 20% bo'ladi. Chiqayotgan informatsiya, chiqayotgan kitoblar, internetda berilayotgan informatsiya. Shu yerda men yozuvchilarga murojaat qilishni to'g'ri ko'ryapman. Ma'lumki, har qanday ijodkorning o'z maqsadini bor va ularning o'z ismlarining tarixda qolganini xohlaydi. Kitob chiqarish uyg'ur adabiyotining taraqqiyoti uchun ahamiyatli ekanligi so'zsiz. Afsuslanarli yeri xalqimizning taraqqiyoti, bolalarning qiziqishiga qo'zg'ash uchun bu albatta ozlik qildi. Shunlashqa dunyo adabiyoti namlarni uyg'ur tilida tarjima qilish jarayonini boshlash nihoyat muhim. Hozir ba'zilari o'zimizning kitoblarni nashr qilishga maglab yo'q chog'ida tarjimaning hojati bor deb deyish mumkin. Ammo bu kunlarda kitob, gazet, jurnallarni nashr qilmaylar, internet orqali nurg'un axborotni ilishib bo'ldi. Hozir internet barliq punktlarda bor. Demak, internetda yo'riq ko'rgan har qanday axborotni har qanday o'quvchi ola oladi. Zamonaviy texnologiyaning foydalanish hammamizga axborot maydonini shakllantirishga mumkinchilik yaratdi. Buning uchun o'z bilimni qandoshlarining manfaati uchun ishlatish xohishi bo'lishi kerak va axborotni uyg'ur tilida tarjima qilish zarur. Axborotni uyg'urlarga munosabatli internetdagi saytlarga e'lon qilishga bo'ldi yoki yangi saytlarni ichish kerak. Bu jarayonda salohiyatli bilimli shaxslarning o'z ulushini qo'shishga hech qanday to'sqinlik yo'q. Faqat xohish bildirsa bo'lgani. Axborot maydonining taraqqiy etishi bizning raqobatga qobil ekanligimizni ko'rsatadi. Bugungi kutanda zamonga loyiq bilimsiz, zamonaviy texnologiyalarsiz va metodikalarni bilmay, salohiyatli mutaxassis bo'lish qiyin. Bizni dehqonchilarimiz, chorvachilarimiz dehqonchilik zamonaviy texnologiyalarni, o'simliklarning yangi sortlarini, mollarning yangi naslarini, o'g'itlar va dori-demakli o'simliklarni ishlab chiqarish natijalarini oshiradigan yangi texnologiyalik to'g'riliq axborotlar muhtoj. Ma'lumki, o'tgan asrning 90-yilida tomoq o'stirish qo'lga olingan edi. Agar shu vaqtda dehqonlarimiz tomoq o'stirishni va uni quritish texnologiyasini tabiat sharoitiga muvofiq tomoq sortlarini va hajat bo'lgan o'g'itlarni tanlashni bilgan bo'lsa, vaqt, emgak va mablag' bekorga ketmagan edi. Yoshirishning hojati yo'q. Shu vaqtda dehqonlarimiz o'stirgan tomoqning sifati nachar bo'lganlikdan uni setish mumkin bo'lmadi.
Taraqqiy etgan axborot maydoni bolalar uchun hojat. Birinchi navbatda ona tilida o'qish va taraqqiy etish mumkinchiligi bo'ldi. Bizning tilshunos olimlarimiz, yozuvchilarimiz, jamiyat arboblarimiz millatparvarlik turg'usidan bolalarni uyg'ur tilida o'qitishni targ'ibot qilib kelmoqda. Ammo ayrim ota-onalar o'z bolalarini uyg'ur maktablarga o'qishga oldirmaydi. Nemishga? Bu yerda uyg'ur tilida bilim olgan bolalarning istiqboli to'g'riliq masalalar ko'tarildi. Nurg'un ota-onalar o'z fikrlarini yenik yetkazishga salohiyat bo'lib qolmoqda. Ularni tushunishga bo'ldi. Ota-onalar shunday bilim berishning tor doiralik ekanligidan xabardor ham o'z bolalarining kelgusida mutaxassislik tanlashda keng mumkinchiliklarga ega bo'lishni xohlaydi. Axborot maydoni taraqqiy o'tkazish hammamiz uchun hojat va foydali. Bu yo'nalishga utuqliq ishlarni amalga oshirsa, kelajakda bizga o'z ona tilimizni saqlab, taraqqiy o'tkazishga yo'l ochildi. Axborot ilishni osonlashtirish bizga bilim va madaniyat jihatdan yuksalishga zamin yaratdi. Qozog'iston prezidenti umumbilim berish maktablarda birinchi sinfdan tortib ingliz tilini o'qitish vazifasini qo'ydi. Ammo bizga shu ishlarni amalga oshirish uchun lozim bo'lgan kadrlar bormi? Bolalarga sifatli bilim beradigan ustozlar bormi? Raqobat qabil bolalar bilan sifatli mahsulot ishlab chiqarishga bizning dehqonchiligimiz va fermerlarimiz salohiyati yetamdi. Tijoratchilarimiz va rahbarlarimiz emekning natijalari qanchalik? Ta'kidlash kerakki, kadr masalasi ham joyida mavjud. O'tgan asrning 60-80-yillari uyg'ur va o'zbek tillarining yiqilib ko'paygan mutaxassislar bo'yicha uyg'urlar Toshkentning oliy o'qish o'rinlariga bilim oldi. Bu yillarda agronomlar, iqtisodchilar, ximiklar, jurnalistlar, ustozlar, injenerlar tayyorlangan edi. Bugun bo'lsa yangi kadrlarni tayyorlash dairasi toraydi. Ma'lumki, o'tgan asrning 90-yillar erkin olib ba'zi Yevropa ellarining oliy o'qish o'rinlarida yosh kadrlarni o'qitish kelishimlari bor ekanligini ta'kidlangan edi. Ammo bu yo'nalishdagi ishlar tamoman to'xtab qoldi. Ya'ni bu yerda axborotni yo'qligini bilim elish va yosh kadrlarni tayyorlash mumkinchiligidan foydalanishga to'sqinlik bo'lmoqda. Albatta, axborot maydoni taraqqiy o'tkazish to'g'riliq ko'p targ'ibot qilishimiz va uning hojat ekanligi ta'kidlashimiz mumkin. Prezident Nursulton Nazarboyev 2025-yilgacha latin harfiga o'tish vazifasini qo'ydi. Bu nihoyatda ko'p emgakni, mablag'ni talab qiladigan jarayon. Masalan, O'zbekiston 16 yil ilgari shu jarayonni boshlagan edi. Ammo texnicha bu jarayon davomlashyapti. Bizim Qozog'iston uyg'urlari latin harfiga o'tish zaruriyati tug'ildi. Biz bu ishda Yevropa uyg'urlarining qo'llanib qilayotgan alfavit asos qilishimiz mumkin. Masalan, Turkiya elida yo'riq ko'rinayotgan uyg'ur nashrlari latin harfida tayyorlanyapti. Shuning bilan birga biz yangi alfavitni, yangi qozoq alfaviti bilan ko'p jihatdan iqnolashtirishimiz hojat. Sovet kompyuter bilan ishlanganda qozoq harflari foydalanamiz. Nashr qilinayotgan badiiy asarlar latin harfi bilan raqamlik shaklda almashtirish texnikalik jihatdan nihoyat oson. Buning uchun matn kompyuterga ko'chirib, maxsus programma orqali raqamlik shaklda ham kirill yozig'idan latin harfiga almashtirildi. Latin harfiga o'tish axborotlik maydoni shakllantirishda va taraqqiy o'tkazishda muhim rol o'ynaydi. Sovet Qozog'iston uyg'ur ijodkorlarining asarlari butun dunyodagi uyg'urlar o'qish mumkinchiligi bo'ldi.
Şunlaşqa Uyghur əxbər etmədiyini fəqət Qazaxstanlıq Uyghurlara emas, belki dünya Uyghurlarımı məmləkət məlumatlar bilan toluqtırışı mümkün. Xülasə, əxbər etmədiyinin tərəxi ətküzüşünün yolları nəhayət nurgun. Onun üçün nurgun tər töküb əmgək qılış kerak. Əmgək Uyghur əxbər etmədiyinin tərəxi ötküzməy tilimizni rivajlandırmışının mümkün emas. Onsuz biz ve bizning farzandlarimiz hayotga raqobat bo'lamaydi. Shunlashqa hozirdan boshlab bu masala atrofida ko'p o'ylanib, dadil qadam tashlashimiz kerak. Oxirgi slaydda men Rusiyadagi plakat chiqqan shu yerda bilim kuch, bilimsizlik farq ish degan bir maqola bor. Shu biz mana shu o'zimizning farzandlarimizni, bolalarimizni o'qitmasak, o'qishlarga yetkazmasak, o'sha qarshishlarda qilpamsin deb bir mas'ul bo'lib qolsin deb o'ylayapmiz. Rahmat. Yadikar akimizga ko'p rahmat. Savol bo'lsa olsak. Qozog'istondagi Uyg'urlarning hozirgi ma'rif jihatdan bo'lsin, organizatorlik jihatdan bo'lsin, shu Uyg'urlarning o'ziga xos yozig'ini, tilini saqlab qolishga oid bunda masalan yoki akademik yoki til tadqiqot o'rni şunun hatta bir şey versiniz olur. Hoş. Kazakistan'da bugün günde Uyghur nahiyesinde, Yerket nahiyesinde endi köp Uyg'urlar turayotgan yerlarda Uyg'ur mektepler var. Hem derslerini Uyg'ur tilida berilyapti. Biroq da mektepni tugatgandan keyin oliy o'qishga tushganda u yerda ya qozoqcha ya o'rischa o'qiydi. Shuning uchun maktab o'qiyotgan o'quvchilar oliy bilimni olamiz desa, yoki qozoq tilini yaxshi bilish kerak, yo o'ris tilini o'qish kerak. Shunaqa masala. Endi hukumatning o'rnlari ishlaydigan, uningga hech bir tortishlik yo'q. Bilimlik, endi bundaq o'zining ishini yaxshi biladigan odam bo'lsa, masalan, loyiqli ega bo'la oladi. Hech bir nimasi yo'q. Hammalar yaxshi bilamiz, Qozog'istonda olimlarimiz nihoyat ko'p. Ishlayotgan akademiyalar ishlayotgan, institutlar ishlayotgan, bo'limlarni boshqarayotganlar mudahlanlar. Bir sualim var. Qozog'istondagi Uyg'urlarning soni to'g'risida o'chiqroq ma'lumot bormi? Gerçi ma'lumot sualsın degan. Xo'sh. Endi mana rost aytganda statistika bo'yicha Sovet zamoni vaqtida Sovet hukumatida 250 ming atrofida Uyg'ur kishi bor edi. Keyin Sovet tarqib ketgandan keyin Qozog'istonda 230 ming atrofida son endi statistika bo'yicha. Mana rost aytganda endi 50-ci yıllarda köçüm bo'lganda shu vaqtida statistika bo'yicha 1 milyon aile Xitoydan chegarani o'tibdi deb qilingan. Endi ko'pinchisi o'zbek tili, o'zbek xalqi yaqin deb ko'pinchisi O'zbekistonga ketganlar. Biroq da u yoqda endi nihoyat ko'p Uyg'urlar o'zbek deb yozilib ketgan. Navbatda emadi masalan Qozog'istonda yashagan Uyg'ur nisbatan ma'lum o'rnidan da Uyg'urlarning
immigrant ma'lumotlar mesela 5-6 yıl yapmıştı. Ya, onda men sizga yig'am gap qilmayman. Shu statistika bo'yicha avvalda shu 230 ming ATKPda shundan bor bizda. Qozog'istondan keldingizmi? Siz bizim madaniy uyg'unlarsan nechtasini tasvirlarsa zo'rmaymiz. Sual başkalarına sual qilishni berdim. Albatta, Filmde chatletib qoldi. Ha, xo'p. Gap yo'q. sizin gittiğiniz aslında Kazakistan'daki uygulamalardaki içtimai ordine, rekabetdeki ordine tutmuşkensiz. Bu cihette bulundu. Ona ait bir sualım var. Mesela biz Kazakistan'daki Başministre Kerim Mesmoğlu'na uygun dediniz. Şundan mı oldu böyle bir sualım? İkinci sualım. Mesela uygulamalardaki Kazakistan'daki içtimai ordine, siyasi ordine ve iktisadi ordine mesela. Kadar baklarını versin. Yani Karim Masimov'ni Uygur ekanligini hamsi bildi, Qozog'iston hech kimga yushamaydi. O bir. Endi o kishi Datsi Uyg'ur, Apsim Uyg'ur keyin kichik vaqtida ajrashib ketib, keyin uni qozoq kishi cho'nqan, u yana boshqa gap. Shuning uchun o kishi familiyasi ismi Uyg'urcha bo'lgani bilanmi, endi qozoqni ayolisining nimasi ko'p, ta'siri ko'p. Shuning uchun qozoqlar uni bizning emas demaydi. Yo'q. Anlamadim. O masalan qozoq ishlimi ancha gap ketmaydi, ko'pincha o'tish gap qoldi. Endi o'zining vaqtida Xitoyda universitet tugatibdi, shu Xitoy ishini yaxshi bilgan o'xshaydi. Yashadimi konsul posolstvuda ishlagan ekan, shu u yaqinda. Nazarbayev uni nihoyatda maqtaydi. Neft desangiz, ekonomikaga qaraganda shu Xitoy kompaniyalar Qozog'istonda yomon ko'p ishlaydi. Ular bilan do'g'ri tuzash nihoyatda qiyin. Karim Masimov o'xshash boshqalar Qozog'istondagi qozoqlar boshqalar hech kim uni yetishmaydi. Shuning uchun uni nihoyatda jo'qotadi. Endi Uyg'urlarning hukumatida qanday nimasi desak, hamiyat o'xshash. Masalan, vatanni olsaqmi, Qozog'istonni olsaqmi, bilim olsam, o'qisam, ishlab tirishsam, o'rnini topsa. Ya bu hukumatning, mamlakatning tilini men o'qimayman, men o'zim Uyg'urcha gap qilmay deb tushsam, ya'ni o'zing loyiq. Shuning uchun masalan, Turkiyadan shu. Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyaning qonunlari bor. Bu yerda turk tilini yaxshilab bilmasang, ishga ega bo'lamaysan, ham o'qishga ega bo'lamaysan. Shu yoqni bilishimiz kerak ekanmiz. Qayerda ishlasak, biz birinchidan shu hukumatning qonunlarini yaxshi bilishimiz kerak, tilni bilishimiz kerak. Bilimni elib, yaxshi ishlasak, shu vaqtda hamiyada bizga yo'l ochiq bo'ldi. Men shuni hisoblayman. Siz şey yama asla gap qilsiz. Baya chiqib. bu Kazakistan'daki Uygurlar Kazakistan'da özünün üye hüzmetini İslam'da orada izleyiş vatan eseri bağımlar. Bu müzik. Endi nihoyat yig'ib bo'lsa, men hisoblaymanki, u faqat Uyg'urlarning emas, qaysi tutsa, masalan, Qozog'istonda o'zlariga qanday kelajagini ko'rsa, shunday qildi. Masalan, bir mush Uyg'urlarni voy bu sizlarning vataninglar emas, ketinglar qayerga ketsanglar deb o'daqlar
ishlar bo'ldi. Biroq u yoqda minglab turayotgan uyg'urlar biroq borimiz, biroq ketimiz deyotganlar yo'q. Mana aytganda. Bir munchalar chiqib qoldi, endi u har bir millatda bo'ldi. Masalan, Turkiyaning turk xalqlari chet elga berib ishlayotganlar bor. Yaxshiroq bir ishni topmizmi, yaxshiroq bir hayot kechirimizmi deb deyotganlar. Uyg'urlarimiz shu. Mana aytganda. Biroq qayg'u bo'lsa, baribir til o'rganish kerak, qonun o'rganish kerak, ham durust ishlash kerak. Uningsiz hech narsa bir mumkinlik bo'lmaydi. Shuning uchun Qozog'iston turayotgan Uyg'urlarimiz shu tarafni o'ylab ham bildi. Amerikaga ketishdan oldida ingliz tilini yaxshilab o'qib Kanadaga bo'lsin shu masalaga. Almaniyaga boramiz desa, nemis tilini o'rganib chiqadi. Baribir ta'rif qildi. Masalan, Turkiya tilimiz ismi, masalan, turk tili yaqin yarım yil ichida o'rganib ketgan bo'ldi Uyg'urlarga kelaverdi, ishlardi, biroq baribir bu yerda ham yaxshilab ishlash kerak. Buni seni hech kim loyiq ko'rmaydi. Shunaqa bo'ldi. Shuning uchun bizning Uyg'urimiz hamil qaydil tutsa, o'zining joyida turamdi, Qozog'istonda turamdi. Har bir yerda endi vatani u bir, biroq turayotgan, joylashgan yer u boshqa. Unda jihatimi baribir biz durustlab ham ishni durust qilishimiz kerak, ham bilimni yaxshilab olishimiz kerak. Rahmat.